Uyingizda yoki qo'shningiznikida bir dona sigir bo'lsa ham bu videoni ko'rishingiz shart. Bu videoda sigir tug'olmay qolganda birinchi yordamlar qanday ko'rsatiladi, shu haqida gaplashamiz. Sigirni bitta oyog'i kelgan, kallasi ham kelgan, ikkinchi oyog'i kelmay qolgan. Nima qilamiz? Birinchi kallasiga ipni o'tkazib olib turib ichkariga itaramiz va ikkinchi oyog'ini qo'l bilan sekin qidiramiz. Bu holatda kallasi itarib turilgan holat bo'ladi. Bo'lmasa sigir kuchanganda qo'lingizni qisib qo'yadi, oyog'ini olib chiqishga imkoni yo'q. Oyog'ini sekin ushlaymiz. Iloji boricha uchini topishga harakat qilamiz. Uchini topgandan keyin sekin o'zingizga qayirib tortamiz. Matkaga ziyon yetkazib qo'ymaslik kerak. Ikki oyoq chiqqandan keyin buzoqni bemalol tortib olsak bo'ladi. Bu holatda buzoq orqa oyog'i bilan kelib qolgan bo'ladi. Qindan sekin qo'lingizni tiqib dumini ushlaysiz, keyin orqa oyog'ini sekin paypaslab topasiz. Topganingizdan keyin sekin buni ham asta sekin oyog'ini uchidan ushlab tortasiz. Nimaga deganda uchidan ushlamasangiz siz matkaga ziyon yetkazib qo'yasiz. Shuning uchun uchidan ushlab tortsangiz chiqish ham oson bo'ladi. Videoda ko'rsatilgandek. Shu holatda ikkinchi oyog'ini ham tortib olasiz va tug'dirib olasiz. Bu holatda buzoq to'g'ri kallasi bilan kelgan, lekin tepaga aylanib qolgan. Aylanish noto'g'ri bo'lgan. Tepaga qarab qo'ygan. Bu holatda birinchi o'chiritda ikki oyog'ini ham tortib, sigirni yotqizib olgan holatda sekin tortganingiz sari o'zi buzoq aylanadi. Kallasini to'g'rilaysiz va tortib tug'dirib olasiz. Kallasini to'g'rilaganingizga ishonch hosil qiling. Kallasi qiyshayib qolsa ham shu paytda tug'ilishi juda qiyin bo'ladi. Oxirgi holat oyog'ini qanday bog'lanadi?